Jiddiy mutolaa. Badiiy adabiyot romanlar jiddiy mutolaa tarkibiga kirmaydi. Shu sababli ham o'z ustida ishlash va rivojlanishga kuchli xohish istagi bo'lgan, masalan, haftaning har 3 kunida kechki 90 daqiqasini Charles Dickensning 19-asrda ijod qilgan ingliz yozuvchisi Oliver Twist nomli asari o'zbek tiliga tarjima qilingan. Ishlarini o'qib tugatishga sarflamoqchi bo'lgan kishiga rejalarini o'zgartirishni jiddiy tavsiya qilinadi. Bu bilan romanlar jiddiy ruhda yozilmagan demayman. Vaholanki, dunyoning eng buyuk adabiy durdonalari to'qima nasr shaklida yozilgan. Romanlarni jiddiy mutolaa tarkibiga kiritmaganimning asosiy sababi shuki, kitobxon foydasiz deb bilgan romanlardan qochgan holda yaxshi deb bilganlarini o'qiydi va mana shu yaxshi deb hisoblagan romanlar ham kitobxonda sezilarli darajada aqliy mehnat talab qilmaydi. Bu bilan yozuvchi kitobxon yomon romanlardan qochib juda yaxshi deb bilgan birlarini o'qigandan ham aqliy faoliyatdan kattaroq potensial bilan foydalanmasligini tushuntirmoqchi. Mana shu tufayli ham u romanlarni jiddiy mutolaa tarkibiga qo'shmaydi. Qachonki mutolaa kitobxonni o'ylashga, chuqurroq fikrlashga majbur qilsa, u o'z-o'zidan jiddiy aqliy jarayonni boshlagan bo'ladi. Jorj Meredith, ingliz yozuvchisi va shoiri, Egoist asari muallifi, romanlarining eng qiyin qismlarigina eng yomonlari hisoblanadi. Yaxshi roman sizni yengil qayiq singari to'lqinlar aro oldinga surib tashlaydi va qirg'oqqa nafas rostlamay yetib kelasiz, lekin charchamaysiz. Zo'r roman eng kam aqliy taranglikni o'z ichiga olgan asardir. Ayni vaqtda miyani rivojlantirish haqida gap ketganda, eng muhim omillardan biri shak shubhasi zehningizning bir qismi bajarish uchun kuyib yonayotgan, bir paytda ikkinchi qismi bo'yin tovlayotgan o'sha vazifaning qiyinligini his qilishdir. Aynan mana shu tuyg'uni siz romanlardan topa olmaysiz. Masalan, Anna Karenina o'qish uchun qattiq harakat qilishingiz shart emas. Shu sababli ham romanlarni o'qishingiz kerak. Lekin aynan o'sha 90 daqiqa mobaynida emas, xayoliy, ya'ni o'ylab topilgan nazm, she'riyat anchagina kuchli aqliy taranglikka olib keladi. Balki barcha adabiyot turlari ichidagi eng og'ir aqliy taranglikka, zo'riqish desa ham bo'ladi, olib keladi. Bu adabiyotning cho'qqisidir. U insonga eng kuchli zavq hissini beradi va donolikning eng yuqori bilimlarini o'rgatadi. Bir so'z bilan aytganda, u bilan tenglashadigan hech narsa yo'q, lekin shunisi qayg'uliki, ko'pchilik odamlar she'riy asarlarni, poeziyaning o'qimaydilar. Yo'qotilgan jannat, Jon Milton asari muqobillarini o'qishga ro'bora kelgan va tush payti Trafalgar maydoni, London, Vestminsterda qop ko'ylaklarda tizilib turgan bir nechta ajoyib kishilar jamoatchilik sinovini tanlagan deb hisoblayman. Shunday bo'lsa ham, do'stimga ham, dushmanimga ham, hammasidan ham avval she'riyatni o'qishni tavsiya qilishdan to'xtamayman. Jon Milton qalamiga mansub Yo'qotilgan jannat asari Injilga asoslangan holda yozilgan. Voqealar odam ato va momo havoning jannatdan quvilishi va shaytonning yaratganga qilgan isyonini o'z ichiga olgan. Jon Milton qirol Charles II keyin Angliyada parlamentlar ustunlikka erishgan Oliver Cromwellning kotibi bo'lgan. James II taxtga qaytganidan so'ng Oliver Cromwell va uning tarafidagilar o'ldirilgan. Jon Milton yoshi kattaligi va ko'z nuri o'ta xiralashgani sababli o'limdan omon qolgan. Mana shu davrda u Yo'qotilgan jannat asarini qizlariga og'zaki aytib turish bilan yozgan. Shu sababli ham bu asar ham siyosiy, ham diniy ramzlarni o'z ichiga olgan deb hisoblanadi. Yozuvchi ta'kidlagan qop kiyimlarda Trafalgar maydonida tiz cho'kish, tavba qilishning belgisidir. Trafalgar maydoni esa Angliya armiyasining Napoleon ustidan g'alabasi sharafiga qurilgan va u yerda qirol James II ning haykali ham joy olgan. Agar she'riyat siz uchun muhrlangan kitob kabi bo'lsa, ya'ni siz uchun o'ta mavhum, Hazlittning nazm tabiati haqidagi juda ham mashhur umumiy she'riyat deb nomlangan esseni o'qishdan
boshlang. Bu ingliz tilida yozilgan o'zi kabi asarlarning eng zo'ri va buni o'qigan hech bir kimsa nazmni o'rta asrlarning qiynog'i aqldan o'zga fil yoki 40 qadamdan avtomatik o'tib o'ldiriladigan qurol kabi xato tushunchalari ta'sirida qolmaydi. She'riyatga tushunish qiyin bo'lgani, mantiqiy mulohazani talab qilgani sababli uni o'qish va tushunish qiyin degani stereotipga qarshi yozuvchi shunday bo'rttirishlardan foydalanmoqda. Shu sababli ham Hazlittning bu essesi bilan tanishib chiqqach, ovqatlanishdan ham oldin tezlik bilan bir parcha bo'lsa ham nazm o'qishni xohlamayotgan kishining ruhiy holatini tasavvur qilish juda qiyin. Agar esse sizni mana shu qadar ilhomlantira olgan bo'lsa, sof hikoyaviy she'riyat bilan boshlashingizni maslahat beraman. Jorj Eliton, asl ismi Mary Invest va Mildred asari muallifi. Brontelar uch opa-singil, Balandliklar va Jane Eyre kabi asarlari mashhur va hatto Jane Austen, Andisha va g'urur asari muallifidan ham anchagina yaxshiroq bir ingliz romani bor va katta ehtimol bilan siz uni o'qimagan bo'lsangiz kerak. Bu asar she'r bandlari shaklida yozilgan, ya'ni vers yo'nalishida. Masalan, bu yo'nalish sonetni ham o'z ichiga oladi va sonet o'zi 14 satrdan iborat bo'ladi. Yirik miqdordagi asl she'riyatni o'z ichiga oladi. Nima bo'lsa ham bu asarni to'laligicha o'qib chiqing. Bu juda ham yaxshi. Nazm namunasi degan fikrni unuting. Shunchaki voqealar rivoji va ijtimoiy g'oyalar uchun o'qing. Tugatib bo'lganingizdan so'ng esa o'z-o'zingizga savol bering. Javobi ham haqqoniy bo'lsin. Hali ham she'riyatni yomon ko'rasizmi? Men she'riyatdan nafratlanishi haqidagi fikrlari butunlay noto'g'ri ekanligini isbotini mana shu asar bilan ko'rgan odamlarni bilaman. Aurora Len va Elizabeth Barrett Brownning asarlarini ham tavsiya qilaman. Albatta, Hazlittdan keyin ham. Uning asosi bilan o'tkazilgan tajribalardan so'ng ham o'zingizda adabiyotga qarshi nimadir bor ekanligiga amin bo'lsangiz, unda tarix va falsafada sizni xursand qiladigan nimadir bo'lishi kerak. Bundan afsuslansam ham tasallining iloji yo'q deyolmayman. Ya'ni yozuvchi adabiyotga nisbatan mehr uyg'ota olmaganidan va uning o'rniga tarix hamda falsafani tavsiya qilayotganidan ko'ngli to'lmagan. Shunday bo'lsa ham bu ikkisidan tasalli topishiga ishonmoqda. Yemirilish va qulash. Edward Gibbon, Rim imperiyasining yemirilishi va qulashi asari yo'qotilgan jannatga teng bo'la olmasa ham juda katta asar. Gerbert Spencerning birinchi prinsiplar asari esa shunchaki she'riyat talabnomalarini ustidan kuladi va ayni damda oddiy bir asar deb qabul qilishni rad etib, inson ongi yaratgan eng ulug'vor mahsulot sifatida ko'rilishini talab qiladi. Lekin bu asarlarning hech birini aqliy tarangliklar bilan endigina ro'baro kelayotgan yangilarga tavsiya qilmayman. Lekin o'rtacha intellektga ega bo'lgan shaxs 1 yil davomida etgan izchil mutolaadan so'ng tarix yoki falsafa sohasidagi eng oliy asarlarga hujumga o'ta olmasligiga biron bir asos ko'ra olmayapman. Bunday shoh asarlarning eng katta qulayligi ularning hayratga soladigan darajada tushunarli va ravshan ekanligigadir. Boshlash uchun ma'lum bir asar tavsiya qilmayman. Men buyurgan ro'yxatga asoslangan urinishlar befoyda bo'lishi mumkin, chunki har bir yo'nalishni bu ro'yxatga qamrab olishning iloji yo'q va har kim o'zi uchun ma'qul birini tanlagani yaxshiroq. Shunday bo'lsa ham muayyan ahamiyatga ega bo'lgan va sizga bera oladigan ikki taklifim bor. Birinchisi, harakatchanligingiz yo'nalishini va ko'lamini aniqlab olish. Cheklangan davr, cheklangan mavzu yoki bitta muallifning o'zini tanlang. O'zingizga fransuz revolyutsiyasining haqida yoki temir yo'llarning rivojlanishi haqida yoki bo'lmasa Jon Keats haqida nimadir bilib olaman deb ayting va oldindan ajratib qo'yilgan vaqt mobaynida o'zingizni tanlovingiz bilan chegaralang. Mutaxassis bo'lishdan ko'p zavq olish mumkin, ya'ni turli xil mavzularga chalg'ib qolishdan ko'ra bir narsaga diqqat qilinsa, natija yaxshiroq va jarayon yoqimliroq bo'ladi. Ikkinchi maslahatim esa o'qish bilan birga fikrlash ham kerak. Men yana o'qiydigan, lekin o'qiganlari sariyog' va nonni yaxshi kesishga yordam berishdan boshqasiga yaramaydigan kishilarni bilaman. Bunday kishilar ichuvchilar ichkilikka qanday oshiqsa, o'qishga ham shunday oshiqadi. Ular adabiyot rassomlari usta avtomashinalarida
uchib boradilar, chunki ularning yagona maqsadi harakat xolos. Hatto ular sizga bir yil mobaynida nechta kitob o'qiganlarini ham aytishi mumkin. Agar kamida 45 daqiqa diqqat bilan charchatadigan darajada mulohaza va tahlil bilan o'qimas ekansiz, boshida dahshatli darajada zerikarli tuyuladi. Kechangizning butun boshli 90 daqiqasini bekorga sarflangan deb hisoblayvering. Ya'ni yuqorida ta'kidlanganidek oliy darajadagi adabiyotlarni ham tushunib yetadigan holatga kelish uchun 1 yildan ko'ra ko'proq vaqt ketadi. Ko'p kitob sotib olish bilan ko'p kitob o'qish orasida bog'liqlik yo'q. O'qiy oladiganidan ko'p miqdorda kitob sotib olishga odatlangan odamlar odatda o'sha kitoblarni o'qimay tashlab qo'yadilar. Kutubxona yoki javonlarini bezatib qo'yadilar xolos. Bu fenomenni yaponlar sundoku deb ataydilar. Uydagi kutubxona qanday tashkil topishi kerak? Ko'rib chiqamiz. Qiziqqan va o'qishni rejalashtirgan kitoblaringiz bor. Ulardan birini birinchi o'ringa qo'yasiz va xarid qilib o'qishni boshlaysiz. O'qib bo'lgach javoningizga qo'yib qo'yasiz va navbatdagi kitobni olib uni o'qishni boshlaysiz. Javon shu tariqa boyib boradi. Kitoblarni bitta-bitta sotib oling. Shunda o'qish ehtimoli ko'payadi. Aks holda bir martada ko'p miqdorda kitob sotib olsangiz, psixologik jihatdan ham ularni o'qishga bo'lgan ehtiyoj ma'lum ma'noda so'nib qoladi. O'qib tugatish qiyindek tuyuladi. Qolaversa, mazkur kitoblarning avvalgi jozibadorligi ham kamayadi. Avval bitta kitobni o'qib tugatib, keyin ikkinchisiga o'ting yoki parallel ravishda bir nechta kitobni o'qiydigan bo'lsangiz ham faqat o'qiydigan kitoblaringizni bilan kifoyalaning. Bu yaxshi natija beradi. Xavotir olmang. Asosiy maqsad haqida unuting. Hozirgi vaziyatingiz haqida o'ylang. Ozgina vaqt o'tganidan so'ng, balki kutilmaganda umuman kutmagan vaziyatingizda eng yuksak marraga erishasiz. Bu bilan yozuvchi maqsadingizni to'g'ri yo'naltirishni nazarda tutmoqda. Ya'ni siz ana shunday o'qish haqidagina o'ylamasdan o'qiyotgan asaringizga bor e'tiboringizni bag'ishlashingiz kerak. Natijada rivojlanish o'z-o'zidan yuz beradi. Hatto payqamay ham qolasiz. 2 sabab tufayli o'zgaramiz. Yo ahvolni yetarlicha o'rganib, tahlil qilib o'zgaramiz yoki yetarlicha atabimizni yegandan keyin majbur bo'lib o'zgaramiz. O'zgarmaslikning esa hech iloji yo'q. Oprah Winfrey